ассалому алайкум. Дар навор бо хабар ва рӯйдодҳои охирини рӯз бахши ахбори телевизиони Сух. Дар студия бо шумо Ҷаҳонгир Собиров. сиёсатмадорону донишмандон бар онанд ки агар дар кишвар дар мамлакат коррупсия авҷ гирад, дар он ҷо пешравӣ ба назар намерасад. аз ин хотир дар мамлакати мо барои гирифтани пеши роҳи коррупсия тамоман бартараф намудани он корҳои назаррас ба амал татбиқ мегарданд ва якчанд қарору фармонҳо низ қабул гардидааст. гузорише дорем дар ҳамин хусус. коррупсия яке аз масъалаҳои мушкили замони муосир ба шумор рафта, он дар рушду нумӯёбии мамлакатҳо садди роҳ мегардад. аз ин хотир ҷомеаи имрӯзро лозим омад алайҳи ин падидаи номатлуби давр ҳамагуна чораҳо андешад. коррупсия маънии ришваситонӣ, фасод ва зараровариро дорад. korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, korrupsiyani kelib chiqish ildizlari o'sha insoniyatni moddiy qimmatlik haqida to'liq tushunchaga ega bo'lgan paytga borib taqaladi. Shuning uchun mana shu kungacha butun dunyo hamjamiyati tomonidan, har xil davlatlar tomonidan har xil kurashuvchi usullari yaratilganiga qaramasdan korrupsiyani oldini olib bo'lmayapti. O'sha Transparency Agency tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, bugungi kunda o'sha Skandinaviya davlatlarida eng kam darajaga yetgan, ya'ni o'sha Finlandiya dunyoda birinchi o'rinda turadi, eng past ko'rsatkich. Lekin boshqa davlatlarda ming harakat qilinganida, misol uchun Xitoyda oladigan bo'lsak, o'sha miqdoriga qarab o'lim jazosi hali ham saqlangan, lekin hali ham o'sha joyda ham baribir korrupsiya bor. Korrupsiyani tarixiy ildiziga kelib chiqadigan bo'lsak, korrupsiya o'zi yemirilish, chirish, aynish degan ma'nolarni beradi. Azal-azaldan mavjud. Misol uchun buni qanday tarixiy dalillardan keltirishimiz mumkin? Mana Yunon mutafakkiri Aristotel ancha yillar, ming yillar oldin o'sha o'zi nasrlarida korrupsiya haqida quyidagi fikrni bildirib o'tgan, ya'ni mansabdorlarda, shu hokimiyat vakolatiga ega bo'lgan shaxslarda barqaror korrupsiyaga yo'l qo'ymasdan ishlash uchun shunday farmoyishlarni yaratish kerakki, ular o'zlarini mansablarini suiiste'mol qila olmasinlar degan. Mana o'sha Xitoydagi o'lim jazosi shunga nima qilsa bo'ladi. Mana o'rta asr mutafakkiri, fransuz mutafakkir Charles Montesquieu vakolat bor joyda mansabdorlarni hammasi suiiste'mol qilishga moyil bo'ladi va bu ishini oxirigacha davom ettiradi degan fikrni bildirgan. Mana o'rta asrlarda shu siyosatshunoslik fanining asoschisi Nikolay Makiavellining gapiga e'tibor beradigan bo'lsa, juda mantiqiy fikr bildirgan. Korrupsiya ham yo'talga o'xshaydi deydi. Uni aniqlash qiyin, lekin davolash oson deydi. Lekin vaqtida oldini olmaydigan bo'lsak, aniqlash oson, davolash qiyin bo'ladi deydi. Mana qarang mantiqiy fikr nimani. Bu korrupsiya haqida gapiradigan bo'lsak, qadimgi Rimda shunday aholi o'rtasida shunday gap bo'lganki, boy shaharga o'rtaqol amaldor kelib, boy bo'lib ketdi, undan kambag'al shahar qoldi degan fikrni bildirishgan. Shunday katta boy davlat, badavlat shaharda bitta odamni ketishi bilan korrupsion xatti-harakatlari bilan boy shahar kambag'al shaharga aylanib qolyapti. аз ин хотир 27 майи соли ҷорӣ фармони Президенти Республикаи Ӯзбекистон дар бораи чораву тадбирҳо оиди боз ҳам такмил додани сохтори мубориза алайҳи коррупсия дар Республикаи Ӯзбекистон қабул гардид. мақсади асосӣ бошад барҳам додани ин кирдори номатлуб ва ба ин минвол таъмини сулҳу амният, фаровонии аҳолӣ, баробар ҳуқуқи шаҳрвандон мебошад. зеро коррупсия вақте авҷ мегирад, ҳуқуқи инсон поймол мегардад, мамлакат аз тараққиёт боз мемонад. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng milliy qonunchiligimizda korrupsiyaga qarshi kurash tizimini ishlab chiqdik, o'zimizga xos mentalitetizmdan kelib chiqib, mana misol uchun mana 2003-yil 31-oktyabrda BMT tomonidan xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida konvensiya imzolangan. Har yili 9-dekabrda korrupsiyaga qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan. Biz bu konvensiyani 2008-yilda qabul qilganmiz. Mana 2017-yil 3-yanvarda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun imzoladik. Shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bizda rayosat nima qilingan, tashkil qilingan. Mana 2019-yil 27-may kuni prezidentimizni O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashni yanada takomillashtirish bo'yicha farmonlar chiqdi. Ana ushbu ish bo'yicha ham ishlar tashkil qilganmiz. Mana bizda ishimiz nimadan iborat? Ichki ishlar xodimi jinoyatlarni bevosita oldini olish bo'yicha o'z zimmamizga yuklatilgan vazifalar bo'yicha So'x tumanida
mavjud bo'lgan idoralarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida aholi o'rtasida korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik. Ayniqsa mana yaqin kunlarda davlat oliygohlariga davlat imtihonlari bo'ladi. O'qishga kirgizib qo'yaman, mana internet tarmoqlari bo'yicha kuzatayotgan bo'lsangiz, har kuni shu pora olib, o'qishga kirgizib qo'yishni va'da qilib pul olganlar qo'lga tushyapti. Bizning qonunchiligimizda bitta e'tiborga molik narsani bu jihatni aytib qo'yishim kerakki, bizda pora bergan ham, pora olgan ham jinoiy javobgarlikka tortiladi, lekin pora bergan odam o'zini noqonuniy xatti-harakatini anglab bir oy ichida belgilangan tartibda huquqni muhofaza idoralarga murojaat qilgan taqdirda unga qonunan yengillik beriladi. Uning harakati jinoyat topilmaydi va o'sha pora tariqasida berilgan moddiy qimmatlik davlat hisobiga musodara qilinmaydi. Endi korrupsiyaga kurash bo'yicha biz milliy qonunchiligimizni yaratganimiz bilan, Singapurdan, Malayziyadan, boshqa rivojlangan davlatlardan o'rnak olganimiz bilan bizning mentalitetimiz buni oldini olishda juda qiyin bo'lyapti. To'g'ri, hozirgi kunda juda katta yutuqlarga erishdik. Mana shu korrupsiyaga qarshi kurashni xalqaro miqyosda olib borayotganligimiz, natijalarimiz yaxshi bo'layotganligi uchun bizga xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tibor kuchayapti, investorlar kelyapti. Mana davlatimiz o'sha harakatlar strategiyasi bo'yicha bir maromda rivojlanib ketyapti. Agar biz korrupsion davlat bo'lganimizda, korrupsiya bizda tomir otgan bo'lganda bunaqa rivojlanish bo'lmasdi. Lekin yana bir bor aytaman, buni korrupsiyani butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Lekin maksimal darajada kamaytirish mumkin. Lekin bizda millatimizni mentalitetiga kelib chiqadigan bo'lsak, korrupsiyani oldini olishda qiyinchilik tug'iladigan narsa latentlik. Bu nima degan? Latentlik bu yashirin. Bizda hali yuz xotirlik, keyin qo'y endi aytmay, ariza qilmay, ertaga mahalla ko'ychilik deydi, shu bilan ushbu jinoyatni tubdan yo'qotishda imkoni bo'lmayapti. Lekin mana prezidentimiz shu farmoni bilan tez orada bundan ham yaxshi natijalarga erishamiz deb o'ylayman. اما مورد اعتراف است که سالهای آخر در مملکت ما برای جمعیت را از این علت ناپاک پاک ساختن کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند. خصوصا 5 سمت استوار استراتژی حرکت ها برای تماما نیست کردن کروپسیا حجت تاریخی گردید. واقعا برای برهم دادن این عادت نامطلوب، این پدیده نامطلوب، پیش از همه دانش سیاسی و حقوقی شهروندان را افزودن لازم است. شهروند وقتی حقوق خود را می‌داند، قانون را خوب سرفهم می‌رود، خوب درک می‌کند، هرگز به کروپسیا را نمی‌دهد. و از همه مهمش کروپسیا فقط در انسان وا نمی‌خورد که امیر نفس خیش باشد. اصلا حضرت انسان را نفس است دشمن خفناک‌ترین. آگاه باشید. 20-25 سال این جانب دور از آغوش پدر و مادر، دور از آغوش پیوندان و نزدیکان، به پاسپورت شهروندی در ناحیه سوخ زندگی کردند و از ناحیه بیرون برآمدن نمی توانستند. امروز به گرفتن پاسپورت شهروندی میسر گشتند. دیروز در بینای حاکمیت ناحیه باز به 6 نفر ساکنان ناحیه سوخ که تا به امروز پاسپورت شهروندی نداشتند در وضع متنتن با فرمان پرزیدنت رسپولیک ازبکستان پاسپورت شهروندی سپاریده شد. حالا در همین خصوص باید گفت که امروزها در سمت حمایت حقوق شهروندان رسپولیک شرایط مساعد فراهم آوردن در تمام جواهای زندگی با آنها، تامین طرز زیست سالم و موقع پیدا کردن آنها در جامعه از جانب حکومت و خود سرور دولت اعتباری کلان ظاهر می‌گردد و در این راه نتیجه‌های به دست آمده نیز نظر رسند. ازبکستان دولت سیر ملت است و در این سرزمین نمایندگان زیاده از 130 خلق و ملت‌ها عمرگذرانی می‌کنند. منفعت‌های این شهروندان طبق قانون‌ها و کنستیتوسیون رسپولیک ما حمایت کرده می‌شود. هر یک نفر شخصی که در این سرزمین زندگانی می‌کند دخل بودن خود را به تقدیر وطن دائما حس باید کند. از جمله آنهایی که در حیات خود بار اول شناسنامه یعنی پاسپورت شهروندی رسپولیک ازبکستان را می‌گیرند. معلوم است که شناسنامه شهروندی به هر یک ساکنی مملکت از سن 16 سالگی داده می‌شود، ولی بین ما هستند آنهایی که قریب نیمی راه عمرشان طی گردیده و شهروند رسپولیک محسوب نیستند. این شخصان آنهایی میباشند که تقاضای تقدیر را ازبکستان آمده و در دوام زیاده از 20 سال استقلالیت امکاناتی به دست گرفتن پاسپورت شهروند رسپولیک ازبکستان را نداشتند. اکنون توسط سیاست عادلانه پرزیدنت شوکت میرمانویچ میرزیویف هزارها نفر شهروندان مقام شهروندی ازبکستان نداشته به دست پاسپورت رسپولیک آفتابی را میگیرند.
این گونه شخصان در ناحیه ما نیز هستند و تا به امروز به 45 نفر آنها شناسنامه شهروندی رسوبلیک ازبکستان تقدیم گردید. دیروز برای باز 6 نفری ساکنان ناحیه روزی توی خرسندی بود. به 6 نفر ساکنان محله های ناحیه در طول مجلس های حکومتی ناحیه پاسپورت شهروندی سپرده شد در وضع متنتن. بخشیده به این سنه فراموش ناپذیر در اینجا جوامع دایر شده با ساکنی محله قلعه ساراخان جلال‌الدین و ساکنی محله راوان مطلوبه رازیق و ساکنی محله دیمورصد فیض‌النسا ذکرالدین و ساکنی محله چشمه شوکت جان حمالوف، ساکنی محله هوشیار بهادر جان حسینов و با ساکنی محله طول موجیگول نظر و ها شناسنامه شهروندی رسوبلیک ازبکستان تقدیم گردید. در تدبیر مذکور حاکم ناحیه و دیگر شخصان متصد اشتراک کرده شهروندان کامل حقوقی رسوبلیکمان را به این بخت تبریک کردند و گفتند ممکن است این شخصان نیز minnatdori خود را به این اعتبار غمخواری بیان ساختند. امروز به نهایت خرسندم چونکه من آرزوی امیدم و رسیدم ما ازبکستان قرار شدم. من پاسپورت گرفتم. چند ساله بود؟ آرزوی 25 ساله من عمل برآمد. پرزیدنت ما رحمت چند سال ایلا باز پاسپورت گرفتنش آرزوشان بودم. من آرزوم بند رسیدم برای این پرزیدنت ما و رحمت میگویم مویا به نوبت گرفته همین پاسپورت داده گوشم به فقرای ازبکستان کرده گوشم به رحمتی کلو. من 24 سال شد در همین ازبکستان زندگی میکنم. من آرزوم برسیدم. چند ساله آرزوی من بود. رحمت هم پرزیدنت ما و رحمت مویا این نوبت بگرفته مویان فقرای ازبکستان شدم. اکن همه چیز به حق ما هست. حیلوان در اشتراک کردن میتونم ما کنم. اولا با پرزیدنت ما و رحمت من مویم فقرای ازبکستان شدیم. من 96 سال همینجا آمده زندگی کردم. مکتب خواندم، کالج خواندم. اکن انا پاسپورت مویا اکن دست بگرفتیم. آرزوها ما رویا ببرامد. رحمت. در حقیقت این روز و این لحظه ها برای این شخص لحظه های تاریخی و فراموش ناپذیر است و آنها نیز تمام کوشش و غیرت خود را برای آبادی و رواج و رونق رشد ازبکستان عزیز صرف میکنند. بینا به معلومات متصدیان میز پاسپورتی ناحیه شماره این قبل شخصان در ناحیه زیاده از 200 نفر بودند و تا دوره عید 28 سالگی استقلالیت باز به یک چند نفری آنها شناسنامه یعنی پاسپورت شهروندی رسوبلیک ازبکستان تقدیم میگردد. گذراندن قبولهای سیار در حدودها قسماً باشد هم برای برطرف نمودن معما و مشکل‌های مردم عامل مهم می‌گردد. امروز در جمعیت شهروندان محله چشمه قبول سیار تحت رهبری قبولخانه خلقی پرزیدنت رسوبلیک ازبکستان شده گذشت. حالا در همین خصوص منفعت خلق برطرف نمودن معمای مردم یکی از مسئله‌های اساسی ترین سیاست کنونی به شمار می رود و از این لحاظ در حدودها قبولهای سیار تحت رهبری قبولخانه خلقی پرزیدنت رسوبلیک ازبکستان گذرانده می شود که مقصد از آن نیز منفعت مردم می باشد. در قبول سیاری که در جمعیت شهروندان محله چشمه به وقوع پیوست، حاکم ناحیه، پروکورور و مدیر قبولخانه خلقی اینچنین رهبران کارخانه و تشکیلات‌های دخلدار اشتراک نمودند. در قبول احوال عاید نبودن شفافی در تقسیمات آب، تامین عدالت هنگام دادن نفقه بچه‌ها، تعمیر راه‌های کوچه‌های داخلی و باز یکچند مسئله‌های مهم را پیشنهاد کردند. در قبول احوال نبودن شفافی در تقسیمات آب، تامین عدالت هنگام دادن نفقه بچه‌ها، تعمیر کوچه‌های داخلی و باز یکچند مسئله‌های مهم را پیشنهاد کردند. بعضی از مسئله‌ها در جایش برطرف گردیده باشد، بعضیش برای برطرف نمودن به اداره‌های دخلدار برآورده شد. واقعاً جایی که کار هست، جایی که آدم زندگی می‌کند، معما نیز وجود دارد. اما حل معما طول کشد، باوری خلق را صاحب شده مشکل است. از این خاطر پرزیدنت شوکت میرزیویف غایه انسان پرورانه خلق برای اداره‌های دولتی نه اداره‌های دولتی برای خلق خدمت می‌کند را به عمل تطبیق نمود که در نتیجه آن خلق نزد رهبر نه و رهبر نزد خلق رفته و از مشکل‌های مردم پرسان شده ایستاده است. بعد انجام قبول سیار رهبران به خاندان‌ها درآمده از شرایط عائلوی اهالی دیدن کردند، از مشکل‌هایشان پرسان شدند و برای دستگیری نمودن همیشه آماده بودن خویش را ذکر کردند. خلاصه میتوان گفت که این قبول سیار قسما باشد هم برای حل معماهای مردم به منفعت ساکنان محله چشمه خدمت کرد. طوری که خبر دارید از این چند پیش در شهر مرغلان کهن و همیشه نوجوان فستیوال بین الخلقی راه بزرگ ابریشم شده گذشت و در آن زیاده از 13 مملکت های عالم
اشتراک نمودند، مهارت و استعداد خویش را، من فولکلوری منسوب به ملت خود را نمایش دادند و در آن سوخیان نیز اشتراک کردند که برآمد آنها توسط تلکانال ازبکستان 24 در پخش مستقیم نمایش داده شد. حالا همان لوحه را یک جای تماشا میکنیم. Dilbar navolar, mumtoz qo'shiqlar, jozibador raqslar anjumani. Xabar berganimizdek, ayni kunlarda Marg'ilon shahri Buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor musiqa festivaliga mezbonlik qilmoqda. Xalqaro san'at anjumani doirasida turli tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Biz yana to'g'ridan-to'g'ri efir orqali Marg'ilonda bo'lib turgan muxbirimiz Zebo To'xtayeva bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Marhamat, Zebo, efirdasiz. Biz Buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor festivalida bo'lib o'tayotgan tadbirlar berishda davom etamiz. Ma'lumki, Farg'ona viloyatida ko'p millatlar ahil va inoqlikda hayot kechirishadi, birga istiqomat qilishadi va Farg'ona viloyatining eng chekka tumani So'x tumanida asosan tojik millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Ular ham mana shu festivalga katta tayyorgarlik bilan kelishgan. Hozir biz So'x Chashmasi nomli folklor etnografik ansamblining chiqishlarini tomosha qilyapmiz. Ular ham tojik ham o'zbek tilida ajoyib qo'shiqlarni tomoshabinlar e'tiboriga havola qilishyapti. Hozir qo'shiqlardan ozgina namuna tinglaymizda, keyin ularni suhbatga tortamiz. Albatta shodon kayfiyatda mana shunday ajoyib qo'shiqlarni ijro etishyapti. Assalomu alaykum, xormanglar. Ajoyib bayram, Marg'ilonda san'at bayrami. Mana xorijdan ko'plab mehmonlar tashrif buyurishgan va sizlar ham o'zingizning qo'shiqlaringizni mehmonlarga taqdim qilyapsiz. Umuman So'x Chashmasi folklor etnografik ansambli haqida gapirsangiz, qanday qo'shiqlar o'rin olgan va bugungi festivalga nimalarni tayyorlab keldingiz? So'x Chashmasi folklor etnografik xalq ansambli 2012-yil tashkil qilganmiz. Repertuarimizda tojikcha, o'zbekcha qo'shiqlarimiz, eski ota-bobolarimizdan qolgan qo'shiqlarni yangi talqitda mana shu taqdim etyapmiz. Shuni inobatga olib, bizni Marg'ilon shahrida o'tayotgan Buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor festivaliga taklif qilibdi. Biz shu tojikcha, o'zbekcha qo'shiqlarimiz bilan sheka keldik. Taassurotlar yaxshi, xursandmiz. Bu yoqqa kelsak, ko'p davlatlardan mehmonlar tashrif buyuribdi. Biz ulardan o'rgandik. Ular bizlarni kelib tomosha qildi. Bizdan o'rgandi, yaxshi do'stlar orttirdik. Juda xursandman. Ozod yurtga qo'shiq yarashar ekan. Rahmat. Demakki, bu festival do'stlik festivaliga aylandi, bir tajriba maydoniga ham aylandi. Demak, mana shu festivalda sizlar ham ajoyib qo'shiqlarni ijro etyapsiz. Hozir biz sizlardan qanday qo'shiqni yana tinglashimiz mumkin bo'ladi? So'xning yaxshi ota-bobomizdan qolgan qo'shiq Yovaylo degan qo'shiqni ijro etib beramiz. Marhamat. Buyuk Ipak yo'li xalqaro folklor festivali juda ham qizg'in davom etmoqda. Bugun festival doirasida yana ko'plab tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bugun mana shu respublika bo'yicha tashkil etilgan tanlov, ya'ni 30 dan ortiq o'zbekistonlik folklor jamoalari ishtirokida tanlov tashkil qilingan edi. Uning taqdirlash marosimi hamda xalqaro folklor festivalining yopilish marosimi va xalqaro tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimlari bo'lib o'tadi. Biz keyingi dasturlarimizda bu haqda yana batafsil ma'lumot berib boramiz. Bizda hozircha shular edi, g'olib.
Biz hamkasbimiz Zebo To'xtayevaga yetkazilgan ma'lumotlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. این بود بخش اخبار تلویزیونی صبح که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین رو شناس گشتید و در همین جا با بخش اخبار حسن انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی صبح بمانید.